أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. اعتكافنا كتاب الصوم آخرda kep qilishi, e'tikofni odatda ro'zg'on odatda qiladigan ibodat bo'lg'achqa, ham Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'tirish sunnat muakkada bo'lg'achqa. Mush tarafidan chetishdi. Ya'ni ro'zadan chetishlik tarafi bor. Qala wa huwa fil lughati al-muqam wal-ihtibas. E'tikofning lug'atdagi ma'nosi, arab tilidagi ma'nosi bir yerda muqim turish, bir joyga qamalish deymiz. Ihtibas degan qamalish. Qala ta'ala: "Sawa'un al-'akifu fihi wal-bad." Ya'ni shu i'tikof degan so'zdan Qur'on Karimda kelgan o'rinlardan shohid keltiradi. Innallazina kafaru wa yasudduna an sabilillah والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. Yani Allah Teala Mescid-i Haram'ni bütün insanlar için kıpırgen. Mescid-i Haram'da Mekkilik olsun ya ki sırttan kelgen kişi olsun bak beraber. Akif degan şu Mescid-i Haram'da muqim turadigan. Mescid-i Haram'dan maksat Mescid-i Haram'dan ishi bo'lishi mumkin, Makka bo'lishi mumkin. Akif degan shu yerda muqim turayotgan, al-bad degan sirtdan kelgan. Yani bir oyatda val hadiya ma'kufan yani mahbusan degan ma'noda. Yani ro'za tutish oyatida va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid. Yani bir ayette وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Yani bir ayette وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Yani bu bir joyga so'linib muqim turishdan iborat. Lug'at ma'nosi shu. وفي الشرع عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد. Şeriatta maxsus bir o'rinda turishdan iborat. U bo'lsa-mu masjiddir. Bi awsafin maxsusatin min an-niyyati was-sawmi wa ghayrihima ala ma yati inshaalloh taala. Mushu bir joy qamilib turish alayda bir sifat bilan turishdan iborat. Niyet bilishi, ro'za tutgan bo'lishi va undan boshqa o'z o'rnida bayon qilingan shartlar. Ya'ni shu bir joyga qamilib turish desak, shu rukundan iborat. Undan boshqa ro'za tutish, masjid bo'lish degandek shartlar shart sihha. Qala al-i'tikafu sunnatun muakkada. Yuqorida i'tikofning lug'at va shar'iy ta'rifini qilgan ekan. Hazır şer'i hükmü üstüne to'xtaldi. E'tikofning hükmü sünnet muakkada. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e'tikofga o'tirishga boshlagandan tortib har yili taslim etib kelgan ibodat. Asli taslim etib kelsa, qo'shimcha dalil bo'lmasa bu vojibni ko'rsatadi. Lekin e'tikof tutmagan ba'zi sahobalarga qarta tanqidlash bo'lmag'achqa sunnat muakkada ekan deymiz. Rawa Abu Hurayrah va Aisha radhiyallohu anhuma annahu sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. Madinaga kelgandan tortib taki Allah Teala o'zini vafot qildirgan qadar Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'tirib kelgan debdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yili Ramazonning dastlabki 10 kunida e'tikof tutdi.
keyin o'ttirgi 10 kunda etkab tutgan. Keyin Qadr kechasi oxirgi 10 kunda da Jibril bildirgandan keyin oxirgi 10 kunda etkab tutgan. Yana bir yili etkab kirgan chog'da ayollardan Hazreti Ayşe ruxsat so'rasa ma'qul degan va masjidning o'ylisida chedirini tikib etkab boshlagandan keyin Hafsa radhiyallohu anha ijozat so'zib umu chedirini tikib turgan. Keyin bir kuni namozdan qarasa Hazreti Zeynep binti Jahsh radhiyallohu anha umu chedirini tikib ayollardan nechtisi chedirini tikib olgan ekan. Qanday gap bu deb chedirini jo'shtirib to'ngladib Rasulullohni etkabdan chiqargan. Chiqib Shavvol oyi kirgandan keyin 10 kun etkab tutgan. Ramazon oyida mutlagan, Ramazonning sirtidimi etkab tutgan. Lekin oxirgi ahvolda Ramazonning oxirgi 10 kunda etkabda o'tirib davomlashgan. وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض. İmam Zuhri öz vaqtida şu yaşagan çağda Medine ahalisinin ahvalidan hayran qalgan. Bu qanday gap? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Medine kelgandan taki vafot bo'lgan qadar e'tikofni tashlamay qilgan bunda muakkad sunnat tursa, bu kishilar mushunda sunnat muakkadini tashlabdi. Qanday gap bu? deb hayron qalgan. Yani şu chaqilda e'tikofda o'tirgan odamlar az bo'lishi mumkin. Shunda hayron qalgan. Yani bu mu e'tikofninki sunnat muakkada ekanligini ko'rsatdi. Mush oxirgi 10 kunda e'tikofda o'tirish sunnat muakkada erlar va ayollar uchun. To'rt mazhab balki asosan bunun ijmo bor. To'rt mazhab ulamolari ittifoq qilgan yoki ba'zi ulamolar ijmo bor deb ijmoni naql qilgan. Yuqorqi o'qiyaldan birisi qarasanglar, e'tikof ibodati ilgari ummatlardami bor degan mazmun chiqdi. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفين demek şu şeriatta İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatida mescitte etikafda o'tirish bor degan. Ondan keyin o'tgan biz bir dalillar o'tgan bir hadis var. Fi binadrik au fi binazrik. Hazreti Ömer cahiliyet vaqtida Mescid-i Haramda bir kecha etikafda o'tirmay deb nazr qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga islomiyatdan keyin Madinaga kelgan chog'ida shu nazrisni so'zlab berib hukmini so'ragan chog'da "Au fi binadrik" degan. Nazrini ado qilib degan. Lekin jahiliyatdami o'sha Ibrohim va Ismoil alayhisolamning dinining qoldiqlarining natijasida etikafda o'tirish bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborilgan chog'dami jahiliyatga arablar shu Masjid-i Haramda etikafda o'tirgan ish bordi. Nazrim bordi albatta. Şu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dadasining masalan shu zabih deb atilishilik sababimi bir nazrning musiga chetishdi. Zamzam quduqini topa olsam o'g'limdan birisini qurbonlik qilaman deb nazr qilgan Abdul Muttalib. Yani nazr qilish bordi, aysh qilish bordi, zid ibodatga bordi. Shunisi qoldiq yani shu İbrahimiye, el-Hanifiye şunun qoldiqlari bordi. Lekin jahiliyatning mushrikları shu burunqi İbrahim Aleyhisselam'ның şeriati ve dininin ma'lum bir qismi o'chib ketmay qilib ko'p qismi burmunlab shirk ishlar aralashib ketgan bir chaq. Chunki payg'ambarlik uzrab ketdi. Uzrab ketgandan keyin bular unutib burmunlab ular qilib nazrimi va e'tikof o'tirishmi jahiliyat vaqtida batdi. Ama şu e'tikof agar nazr qilib qolsa sunna muakkadalik hukmidan vojibga aylandi. Çünkü vojib emas narsani o'zisiga vojib qilib oldi. Ama Ramazonning oxirida 10 kunda sunna muakkada dedik. Ramazonning oxirgi 10 kunning bosh chog'lari Ramazonning 5-lik 10 kun, 10-lik 10 kun va Shavvol bosh yil bo'yi e'tikofda o'tirish
mustahab. Yani sünnet gayri muakkede. Şu an bir mazhabda bazı ulemalar etikatın sünnet muakkede dese İmam Kuduri'deki bazı ulemalar mustahabbın da koyuyor. Bunun başında düşünürüz. Ramazan'ın ahir 10 günde sünnet muakkede, ondan başka yıl boyu küllerde mustahab diyendir. Yani sünnet muakkede, sünnet diyende esasen ihtilaf yok. Ulemaның otur. Yani sünnet muakkede diyen söz hazır. Asıl hem fukahanın sözü şu. قال وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. İhlas ile urundalgan ahvalda etikaf en isil emel ibadetler cümlesinden. Ne için diyen çağda etikaf tuttuğun kişi bütün dünyavi işlerini hemen taşlap Allah'la yüzlenip dilinin saflığını kol ketiriş için mesleğe oturdu. Elbette bu ro'za tutgan holatda tutsa texmi bir xil ruhiy saflik vujudga chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamki etikatda o'tirishning ulamoning deyishicha asli maqsad qadr kechisi kelgan chog'da etikatda o'zida holatda ashunda dunyodan uzilib butunlay Alloh o'zlangan holatda unda turish asli maqsad shu dedik. Shu oldingi 10 kun etikat turib faqat keyin o'ttirga 10 kun turib, keyin Jibril qadr kechisi taha oxirgi 10 kunda esa yana oxirgi 10 kunda etikap turgan. Undan keyin etikapdan ko'zlanadigan nishonning biri qadr kechisiga ash holatda muyassar bo'lish. Ikkinchi maqsad bütün insonlardan uzilib Alloh bilan unsu ulfat paydo qilish. Üçüncü maksat dili ve kalbini Allah Teala'ya tulup düzünlerden kılıp tüzeşten ibaret. Adet turmuşta bizden dikkatimiz dağıtılganlar onun işi var. Çok işlerden bulup gitimiz. Bazıda Allah'ın tükürüldüğü ahvalı bulup olduğu lekin etikap tuttuğun çağda bütün dikkati esyadı Allah Teala'nın bulduğun. Etikapta sap taat ibadetlerle meşgul oldu. Yani ibadet sırfa deniz. Bazı ibadetler var mesela alal pul tapkaç şeyler var mesela bu mu bir ibadet. Başkanın ihtiyacını çıkış bu mu bir ibadet. Lakin mağam da muamel diye münasebetsiz sap ibadetin ibadet. Ondan başka roz tutgan çağda rozunu buzultuduğun her türlü nesini saklayan. Mesela biz ötkende de gayret deyse roz sunamdo ya ki siyamul havas diyendek. Etikap tuttasa aslında gayret kılış, namahremli qarash, başqalarning haqqini yeyilish, til haqorat, bu narsadan o'zini saqlay oladi. Hatto endi qaysi mubah masalan dunyo ishlaridan sayr tomosha qilishdek masalan ashuna mubah ishlardan issiq tomoq, issiq yotgan, shunday ishlardanmi o'zini mahrum qilish orqali oddiy sodda yashash, rohat farog'at tinchroq qilish degandek o'zini chinib turish vardı. Onun başka mescitte oturaşı güneş. Bunu ulemalar bazısı mescitte şu namazını saklap oturaştan ibaret bu. Yani 9 gün ya 10 gün aşında otursak mescitte hem namazın cemaatiyle okup ama namaz tükenirken yana bir namaz kadar saklap oturağındek bunda mukim turuştu ibaret yaparız. Ondan ki şu etikabımda biz bayatımızdan nişanlanan nasıl özgürce aldığan bir ibadet. Şunu eşraful a'mal min eşraful a'mal dedi. قال عطاء مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم. Etikap tutan kişinin misali şunda bir kişiye okşaydı. Bu kişinin bir katlı bir kişiye ihtiyaç var. Bir hacetmen. Bunun hacetini sonra katlı bir kişi reva kılalıydı. Feyeclisi ala babi. Bu hacetmen kişi şu katlı bir kişininki dervası Ebu Soğuz'da ultralıdır. Ve yekul la ebrahu hatta taqdiye haceti.
Bunun hajatını rava kılmışlar, bu soğuklardan ketmeyme dep, aşında kaşanlıkla oturulan kişiler. Fekedelkel muakikif. Etikap tutavçı şu kişiye okşaydı. Yeclis fi beytillahi ta'ala ve yekul, Allah'ın beytinde oturup deydu, la ebrahu hatta tağfira li. Bana mağfiret kılıtmak için mescitten çıkmayma dep tutan kişiler buldu. Yani bunun neticesi ahırda Allah Teala aşındandı. Allah'ın beytinde istiğfar edip, ibadet kılıp, roz tutup, dua talep kılıp tuttağandıkın ahire mağfiret kılıtın buldu deydi o. Şu bunun netice itibarıyla bu nameti isim ibadetlerden. Kale وَلَا يَجُوزُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وهذا في الواجب وهو المنظور باتفاق أصحابنا. Etikapta oturaşını nezir kılgan ahvalda etikapta oturaş vacip kılındı. Vacip ve etikapta bir günden az oturası olmaydı. Akıllı yani etikapının en tüven bir müddeti var mı, çekilmesi var mı diye meselede Hanefi mezhebinin imamları ittifak gelgurun. Eğer nezir kılgan bolsa vacip nezirde akallısı bir gündüz bulaşlarsın. لأن الصوم من شرط. Çünkü roz tutuş etikapınki şartı. ولا صوم أقل من يوم. Yani roz tutuş diyen bir gündüzden az bulmaydı. فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. Ondan iken bir günden az roz diyen narsa asla mevcut emas. Vacip etikap mı bir gün buldu. Antuene. Daruraten. Tabii demek için. Tabii şunda buldu. قال وكذلك النفل عند أبي حنيفة. النفل gelmiş da sünnet muakkede etikadını gösteriyor. Vacip namaz adetki sünnet muakkede nefli kesek İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin nezirde mu şunda liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la i'tikafe illa bis-savm. Ravatu Aişetu radıyallahu anha. Nefli etikaptı mı akal müddeti bir gündüz İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'den şuna rivayet kılın dedik. Bunun delili la i'tikafe illa bis-savm. Etikap şu ruzulem oldu, ruzsuz etikap olmaydı. Degenliken ruza akalluha yevmti. Ondan etikapның mı akallı yevm buldu demek için. Yukarı hadisine Hazreti Ayşe rivayet etken. Bu Hanefi mezhebindeki bir qaraş. Ve an Ebi Yusuf'a Hanefi mezhebindeki ikinci qaraş İmam Ebu Yusuf'tan geldi. Yecuzu ekteran nehari i'tibaran lil ekter bil kull. İmam Ebu Yusuf'un başka nurgun meselelerde şuna karşı bağı. El ekter yakumu makamel kull. Aslında faizini düşürüp lan şu kılıp düşürüp bir gündüzninki köp kısım bolsa buldu. Mesela bir gündüzne 15 saat desek 10 saat, 9 saat bolsa buldu demek ki. Ve an Muhammed'in rahimahullah üçüncü qaraş İmam Muhammed'den geldi. Saaten etikadın en tüven çeki müddeti bir saat bolsun buldu. Bunu İmam Muhammed Al-Asl diyen kitabını bayan kılgan. Al-Asl diyen kitabı zahir rivayet kitaplardan. Ondan ki Hanefi mezhebinde hesap kılınan qaraş muş qaraş şu. Muşu bizdenki 60 minutdan ibaret saat şu. Biz Cuma'ga birinci saatte bağlan kişi tüge, ikinci saatte degandek hadislarni şerilganda, muvattani şerilgan çağda muş saat, muş bizning hozir islatgan saat şu. Çünkü Cuma'ni Hanbali mezhebinden 6. saatte o'qish bo'ldi degan qarash bor. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam annahu qala yawmul jumu'ati 12 yuridu sa'a, yani yuridu sa'a degan ravinin izohati. Cuma kuni 12 debdi. 12 degani 12 soat demekçi.
لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. Şu cuma günde dua icabet kılgan bir saat var gelse o, şu saat qanday chaqda desa, ba'zi ulamolar imom xutbaga chiqib namoz o'qigan qadar deydi. Ba'zisi kun patishdan burungi bir saat deydi. Mush kun patishdan burungi bir saat degani shu kuchliroq. Bu Abu Davud Nasai rivoyat qilgan hadis. Mush hadisda kunduzni 12 soatga bo'lgan. 12 soat deganimiz arablarningki kecha bilan kunduz tanglashgan chaqda kunduz 12 soat, kecha 12 soat bo'ldi. Endi yozda qishda birisi uzun, birisi qisqa bo'lib ketishi mumkin. Lekin va astronom ulamolar buni shu 60 minutlik soatdan 24 ga bo'ldi. Ma hadislar kelgan bo'yicha mesela kunduzda 12 soat bo'ldi desak, bu kunduz masalan tanglashmagan chaqda 12 soat desa olaymiz desa, 15 soat 12 ga bo'lsak 1 soat 10 minutdan da tegishi mumkin. Ya'ni bu hozir biz bildigan 1 soatga yaqin bir gap. Shu 5 soat desak, 6 dan 20 o'tgan chaqda bag'adan tuga qurbonlik qildi-ku, 1-soat shu. Aşağıdan 5 saatni qatınla 6'dan ichiga 11 dan 20 minut o'tdi. Shu chaqda andan mesela cumani vaqti kirishga boshlaydi degan. Yani 5 saat desak, 5 saat mesela 1 saat 10 minutdan hisoblasak, shu 12 yarimga bardosh taxminan. Yoki endi qish kunlari bo'lib qolsa 11 yarimda azon chiqadi. Yani 5 saat 6 saat deyiladi. Shular. Çünkü Araplarda burun şu bir kunni 24 saatga bo'lgan aslında taqsimlashdi battı. Bular kunduzning her saatinin ayrım-ayrımısın bak. Çünkü bu hadislerde şimdi saat deb kelib qolsa, odatda shar'iy da şu 60 minut, 70 minutga yaqin aslında 1 saat maqsad qilindi. Yoki unda majoziy deb qolsa, 1 saatda deb qo'yamiz bo'lsa, 30 minut olganmiz 1 saat saqildim deganda, bunda deb qo'yish bo'lib qolsa 1 saat deb majozan deb qo'ydi. Yani bir mazhabdagi saat degani şu 1 saat mesela 60 minut degandek ne haqiqiy ma'nosida shu. Majoziy deb qolsak 10 minut 15 minut degani 1 saat. İmam Muhammed ne dedi? Ya İmam Muhammed ne dedi? Ro'za shart. Ro'za shart. Lekin shu 1 saatni o'ttirgan chaqda sen ro'zadan bo'lishing lozim deydi. Ya bir kun demek bir kunduz yok. Leyla yok olmasıda. Yani ro'za tutgan chog'i bir soatdan ichida ro'za tutsak 15 saat desak, normalda şu 15 saat demek bir kunduz. İmam Muhammed Sa'd'de bu rivoya nima uchun? Lenne mabdan nafli alal musamaha. Çünkü bu vacib olmagandan nafli degan sal azada qo'yilgan ibodat. Şu bunga bir kun, bir sotka deyilganda o'lcham bekitolmaymiz. Alla tara annahu yajuzu at-tatawwu qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Qaramamsa o'tirib nafl namoz o'qiy oladigan kishi o'tirib o'qishga ruxsat. Nafl bo'lg'achqa bunda kamchilik bor. Wala kadalika al-wajib. Lekin vojib namozni, farz namozni o'qigan chog'da o'tirib o'qiy oladigan kishi o'tirib o'qishi lozim. Ma nafl bo'lg'achqa shunday azatchilik bo'lgan. Bu e'tikofmi nafl bo'lgan taqdirda shunday azatchilik bor deydi. Yani şu mesele qarasak, yani bu mazhabda hozir bir necha qarash chiqdi. Ama jumhur ulamolarning qarashi shu 9 kun 10 kun bo'lish kerak emas. Bir kun bo'lsa-mu yoki 1 soat bo'lsa-mu bo'ladi degan qarash shu. İmam Malikning mazhabida 1 sotka deb keladi. 1 sotka deb keladi. Yani bazı ulamolar 10 kundan kam bo'lsa bo'lmaydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi 10 kunda, o'ttirgi 10 kunda, dastlabki 10 kunda, 10 kundan e'tikof tutgan degan. Lekin endi qarasak,
Qur'onda e'tikof qilgan chaqda bir vaqt belgilangan ahli yo'q. Ayetullah ve la tubashiruhunna ve entum aakifuna fil masajid. Buldu. Buldu. Bir saat olsun buldu. Muş qarash, nayt ilg'ir qarash. Ba'zi sabablardan mush mazmunga kelgan. Sen bir lahza o'tdasan, shu niyat bilan e'tikof o'tgan bo'lsa, ichki namozdan orliqida saqlab masjid o'tdasan, e'tikof o'tgan bo'ldim deydigan tabiinlardan kelgan rivoyat bor. Bunun ustiga bizning sharoitimizda bir hafta masjidga yetib qolib, unda e'tikof qilib bo'lmaydi. Bizga naq hozir paydo qildiğini, esqatligini bir soat ichki namozdan orliqda deganda vaqtda e'tikofda o'tirilish vujudga chiqadi. Masalan, peshinga kirib, asrgacha o'tirib, asrni o'qib chiqsa, e'tikofda tamom bo'ldi. Shom kirib, xuftanni o'qib chiqsa, shu niyat bilan o'tirsa masjidda e'tikofda tamom bo'ldi. Kechki o'rtasini bo'ldi e'tikofda. Kunduz shart emas. Lekin kunduzda o'tirib qolsa, ro'za tutish shart. Dal sa'a min laylin aw nahar. Bir soat degan gap kecha bo'lsin, kunduz bo'lsin bir soat. Lekin kunduzda o'tirib qolsang bir soat ro'zadagi holatda bo'lishing lozim. Bu Hanafi mazhabining ilg'or qarashlaridan. وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية. اعتكاف جماعة bilan namoz o'qiladigan masjidda ro'zqan holatda e'tikof niyati bilan turishdan iborat. Turish ishada e'tikofning rukni desak, masjidi jamoa bo'lishi va yana ro'zlar bo'lishi shart sahha. Albatta niyatlar qanday ibodatda bilish lozim. Amma al-labsu fali'annahu yunbi'u anhu. Muqim turish kelsak, i'tikof degan so'zning o'zi shu muqim turishni ko'rsatgan so'z. Va amma kawnuhu fi masjid jama'atin, jamoat namozi o'qiladigan masjid bo'lish kerak degan shart kelsak, faliqawlihi ta'ala va antum aakifuna fil masajid. Ayatda sizlar masjidlarda e'tikof tug'uninglarda deb masjid degan so'zni mushattilga olgan. Masjid jamoat degan qanday masjid? Hanafi mazhabda 5 vaqt namoz jamoat bilan o'qiladigan masjid. Yana bir masjid bor, jami deymiz. Jami degan juma masjidi, ozni masjidi. Bu masjidning ba'zi masalan ozni masjid, lekin 5 vaqt namoz o'qilmasi mumkin. 5 vaqt namoz o'qiladigan masjid juma o'qilmaydigan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi yezlarda juma masjidi, ozni masjidi bor. 5 vaqt namoz o'qilmaydi. Ba'zi kichik masjidlar 5 vaqt namoz o'qildi, juma namoz o'qilmaydi. Hozir Hanafi mazhab demoqchig'ini 5 vaqt namoz jamoat bilan o'qiladigan muqim imomi majnaqni va masjid demoqchi. Nima uchun mush shart desa, chunki e'tikofning maqsadlaridan birisi 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qish, bir namozdan keyin bir namozni oraliqda namozni saqlab o'tirish bo'lib-ku. Mush tarafdan agar masjid jamoat bo'lmay qolsa, bu kishi jamoat namoz o'qish uchun yana bir yerga masjiddan chiqishi lozim. Bular al-ithnan kama fawqahuma jamoa. Mush jamoat namoz o'qilgan masjid bo'lish kerak degan Hanafi mazhabining sharti, Hanbali mazhabining sharti shu. İmam İbn Taymiye debto هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا من قول من خص الاعتكاف بالمسجد الثلاثة أو مسجد النبي. أساسا tabi'lerin karışı mescid cemaat buluş lazım. Sağ buldun mu? Mescid cemaat bu musun buldu dediğin kim gel? Yani bir karışta bu başka mezhebinin karışı cuma okuduğun mescid buluş lazım. Az mescid. Yani cami değil. Cami buluş lazım.
Yani şu qarash asosan agar e'tikof turgan muddatda juma kelmaydigan bo'lsa, mesela bir haftadan az ya bir kun ya 2 kun anda e'tikof o'tadigan bo'lsa, juma kelmay e'tikof tugishi mumkin. Bunda ahvolda juma o'qiladigan oz masjid bo'lmasa-mu, odat masjid bo'ldi. Lekin juma araliqida kelib qolgan bo'lsa, juma masjid bo'lishi lozim. Bu juma o'qish uchun boshqa masjidga chiqsa e'tikofga ketgandek bo'lib qoldi demak ekan. Lekin Imom Abu Hanifaning qarashida 5 vaqt namoz o'qilmaydigan, lekin juma o'qiladigan masjid bo'lsa e'tikof tus bo'ldi. Cuma okuldan bozuldu. Yazılarda şunda işte vakti cemaat kılış mümkün. Ya Hanefi mezhep karşıda Cuma okulması mı 5 vakit namaz okulsa buluda. İşte vakit olsun bula. Çünkü cemaat bula namaz okulda. Ula mesela böyle etkap malisi yani ayandaki mealdeki yani bir mescidde 5 vakit namaz okulduğun mescid bulmaydı. Yazmanın okşaş oldu. Belki bazadaki değildir. Yazmanın bazadaki mescidde 5 vakit okuluşu mümkün. Yalnız besli cemaat diyen şartının delili ve entum akifuna fil mesacid. Mescidlerde, e'tikof tutağınlarda diyen işlerden mescid buluş şart diyendek bir mezmununu düşendi. Ve kâle Hudeyfetu radıyallahu anhu semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul kullu mescidin lehu imamun ve muaddinun fe innehu yu'tekefu fihi. İmam ve mezafının bakanda mescid olsa onda e'tikofda oltası buldu degendi. Bu bak sahabenin söz buluşu mümkün. Resulullah'ın rivayet konusu aciz. Ve kâle Hudeyfetu la i'tikafe illa fi mescid-i cema'a. Cemaat namaz okuduğun mescid olsa ondan e'tikof tutağıl buldu. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qilgan e'tikoflarni qarasak, mescidda e'tikof qilgan. Uyda boshqa yerda e'tikof tutgan ahol yo'q. Ma'mum. Ya bo'lmaydi. O musalla. Musallada bo'lmaydi. Masjid bo'lishi lozim. Şu mescidde bizim ötanın mescidi var o. Onun şu çaresini tutup koydu bir saat çat dolmayı. Da namaz sakavuklarında götürüplan etkap kurulup çıktılan geçiyor. Bunun çare yok. Bundan da bir lahza degan qarashni olib e'tikof qilyapti. Lekin men Uyg'urlarda men hayron qoldim. Şu masjidda qonaq e'tikof tura oladigan chaqdimi e'tikof degan narsa yo'q. Biz kichik vaqtimizda bu 80-83 yillarda masjidni ichida asli keltirib, komitet qilib olgan, korxona qilib olgan masjidni asli keltirdi. Şu çağımız kiçik vaxtida o mescidden bu mescid tarafında anında ötkülüp namaz oynayıp kiçik vaxtda balaları yığılıp. Şu çağında mescid tabliğini bulatkan şun azadı vaxtlar. Bu çağda bir çoğunlarının mesela falan e'tikof oturuptu. Ya bunların dengeni olmak bağlı. E'tikof dengenini biz tutmayız. Yani azad çağda mı yok bizde. Bunda oturaş yok. 10 gün oturaş yok. Bir gün oturaş yok. E'tikof bulmaydı. O istikamet oldu. İstikamet deyimiz. Lekin istikamet qilish ishlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam burun g'ari Hirada istikamet qilgan va lekin payg'ambarlik kelgandan keyin shu e'tikof qilish yo'l qo'yilgan. İstikamet degan yo'q. Chunki unda istikamet qilsa, masalan, jamoatdan qoladi, bu ishlar taqishi mumkin. Mana men sabab ko'rsatishda va li anna al-mu'takifa
ينتظر الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه الجماعة. Çünkü etikap tutan kişi etikapın maksatlarından birisi namaz okup bulup yani bir namazını tutup oturuş, aşımına fazilet boğaz çıkan. Bir hadiste namazını tutup oturuşunu fedalikumur ribat diyor. Yani xuddi İslam diyarını düşmanlarını qo'llab, chegara mudofaada qarovullik tutganda kelgan. Jihatning o'rnini qo'ygan. Unda bo'lgan ekan, bu jamoat namozi o'qiladigan masjidga xos bo'ldi. Va kullama kana al-masjidu a'zama falya'tikafu fihi afdal. Masjid qancha cho'ng bo'lsa, shu masjidda etikaf qilish shuncha afzal bo'ladi. Jamoatchi bo'lgan ekan. Ikkinchi sharti va amma savm. Etikaf tutgan kishi ro'za tutgan holatda bo'lish kerak. Ya'ni shu kunduzda ro'za tutgan holati bo'ldi, kechasi ro'za tutmaydi albatta. Falima taqaddama. Yuqorida o'tgan dalilga asosan. Ashu va antum aakifuna fil masajid degan oyatda va la tubashiruna va antum aakifuna fil masajid. Aşağıdan başında ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ diyor. Aşağıda roz tutuş şart degandek bir delil var. Yana bir rivayette ennehu sallallahu aleyhi ve sellem ma'tekafe illa saiman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rozdar holatda etikaf tutgan, ig'zasgan holatda etikaf tutmagan deydi. İmam İbn Qayyim dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ro'za tutmagan holatda etikafda o'ltirganligi hech rivoyat qilinmagan. Zadul Ma'ad 2-jild 37-bab. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam etikaf tutgan bo'lsa, cho'qim ro'zador holatda etdi. Ig'za holatda etikaf tutgan rivoyat qilinmagan. Lekin bu rivoyatda ayollarga kaygandan keyin etikafdan chiqdi. Chiqib Shavvolda 10 kun etikaf tutdi dedi. Lekin u rivoyatda ro'zador muddi emasmi deganda hech qanday yo'q. Agar shuni balki qazo qilgan bo'lsa, Ramazonning oxirgi 10 kunidan keyin qazo qilgan bo'lsa, ro'zador holatda bo'lishi cho'ng ehtimol. Ham shu ro'za shart degan masalaga kelsak, jumhur ulamolar shart deb qaraydi. Shafiy mazhabga qarshi, jumhurga qarshi. Hanbali mazhab va Shafiy mazhabdan ba'zi ulamolar ro'za tutish shart emas. Ro'zador bo'lmasa-mu etkab tutsa bo'lardi. Ro'za tutish mustahab, shart emas. Lekin Hanbali mazhabdan İmam İbn Taymiye va shogirdi İmam İbn Qayyim rahmatullohi alayhilar shu Hanafi mazhabininki ro'za shart degan qarashini qilgan. Dalili kuchli bo'lg'achqa. Bu Hanbali ulamolar dalil qilgani Umar roziyallohu anhu bir kecha masalalarimda etikaf turishni nazar qilgandan degan namoz kechasi ro'za bo'lmaydi. U dalili shu. Lekin biz oyatlardan dalil keltirdik. Jumhurning shu kuchli. Yani bu mazhabda bunda bir qarashim bor. Vacib etikaf uchun ro'za tutish shart, nafl etikaf uchun shart emas degan qarash. Lekin bu mazhabga oz qism ulamoning qarashi. Mazhabga vakillik qilmaydi. Nazar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zador holatda etikaf qilgan, ig'zash holatda etikaf qilmagan. Alloh taolo shar'ahu biqawlihi taala, Alloh taolo etikafni mushu oyat bilan yo'l qo'ygan. Va antum aakifuna fil masajid va lam yubayyin kayfiyatahu. Lekin etikafning qanday bo'lishini ixchamjig'incha qilib bayon qilgan, lekin tafsilotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki bayon qilib berishiga qo'yib qo'ygan. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له. Şuna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ro'zador holatda etikafda o'tirishi ash oyatninki bayoni. Va antum aakifuna fil masajid fi halati siyam degandek mazmun bor shunda.
لأنه لو جاز بغير صوم لبينه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. Çünkü etikaf ro'zasiz jaiz bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ya so'zi ya o'zining amaliy sharikati bilan bayon qilgan bo'ladi. Wala munqal. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ig'izda chiqqan holatda etikafda o'tmasang bo'ldi degan so'z yoki o'zininki ig'izda chiqqan holatda etikafda o'tganligi naql qilinmagan. Dalla ala annahu g'ayru jaiz. Bu ahvol nimani ko'rsatadi bo'lsa, ro'za tutmagan holatda etikafda o'tirishning joiz emasligini ko'rsatadi. Va amma niyatu niyat kelsak, فلأنه عبادة. يعني etikafda o'tirish ibodat. فلا بد من النية لما تقدم. Yuqorida biz nisbatan takrorlab o'tgan o'sha hadislarga asosan, oyatlarga asosan niyat bo'lmasa bo'lmaydi. İxlos talab qilingan oyatlar va undan boshqa innamal a'malu binniyat deganda kelsa. Qala wal mar'atu ta'takifu fi masjid baytiha. Ayol kishi o'zininki uyininki masjidda etikafda o'tirdi. Va huval mawdi'u allazi a'addathu lis-salah. Masjid baytiha degan ash uyida odatda muqim bir joyni namoz o'qiydigan o'rin qilib bekitish barti o'rin qildi. Hozir unday bo'lmasa mumkin. Davomli namozni shu yerda o'qiydigan ayol kishi masjidga namozni shu yerda o'qiydigan qilib bir namozgohdek bir o'rinni tayyorlab ahol barti. Ayollarning etikafda o'tirishi, masjidda o'tirishi joiz. Masjid o'tirish joizligini isbot. Lekin ma'vo afdaliyaning masalasi. Ma kitobdagi ibodatdan xuddi masjid o'tirish bo'lmaydiganda ko'rinib qoldi. Nima? Amaliyotda masjid o'tirish bo'ldi. Lekin ma'al karaha deymiz. Barliq olimlarning ittifoqi bilan ayollarning masjidlarda etikafda o'tirishi joiz. Lekin afzaliyatga kelgan chog'da Hanafiy mazhab uyda etikafda o'tirgan afzal deydi. Nima uchun? Va astar laha. Endi shu uyni ashuna namozni belgilagan bir hujrasi yoki bir bujiki bo'lib qolsa, u ayol shu namozni belgilangan shu o'rinda etikafda o'tiradi. Uyning har qayerida etikafda o'tirsa bo'ladi. Masjid baytiga shu. Agar namozga belgilangan shu o'rinda etikafda o'tirib, ondan boshqa hujrlarga yetkilib qolsa, etikaf o'rnidan chiqayotgandek. Undan keyin zurur bo'lmagan holda shu joydan chiqib qolsa, etikaf bekor bo'ldi degan, uzilib qoldi degan. Jumhur ulamolar jamoat namoz o'qilgan masjid asha afzal deb qaraydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari masjidda chadirini qurib, shari etikaf turgan. Rasulullohning kimmo ayollari etikaf turgan. U uyda turmasang bo'lmaydi, masjid turmanglar degan gap yo'q. Undan keyin shu masjid afzal deydi. Lekin hamda aslida etikaf turgan avvalda ayollarning etikafda o'tirishi, yetish, uxlash ahvollarni o'ziga oladigan bir ish bo'lg'achqa, u erlar ko'maydigan bir to'saq bo'lish lozim. Yoki ayollar xos shunda bir o'rin tayyorlangan bo'lishi kerak. Shunda bo'lsa, ya'ni erlar faqat ko'maydigan bo'lsa, ya'ni mazhabning uslumi karahasiz joiz bo'ldi. Yana ya'ni mazhabning qarashi bo'yicha bir soat etikafda o'tirish joiz dedi-ku. Bir soat o'tirib qolsa, masjidda ayollarning o'zida o'tirib qaytsa, yani joiz bo'lar. Biduni karah. Lekin yetib bo'ladigan holatda bo'lsa, erlar qarab qoladigan ish bo'lmas uchun afzal dedi. Qala va yushtaratu fi haqqiha ma yushtaratu fi haqqi ar-rajuli fi al-masjid. Ayollarning etikafda o'tirishga
erlarning masjidda o'tirishga nima shart bo'lgan bo'lsa, aynan shu shartlar shart qilindi. Ya'ni yo'ldan sirtga chiqmaslik degandek ana shartlar. لأن الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته çünkü er kishininki e'tikof qilgan o'rin namoz o'qiydigan o'rni shu. Kana i'tikafuha fi afdal. Undan keyin ayollarning farz namozini uyda o'qish afzal dedik. Erlarning mo e'tikof o'tirgan joyi, farz namoz o'qiydigan joyi shu yerda. Ayollarning mo farz namozni nerede o'qisa, e'tikof qilgan o'rni shu. Biz ayollarning farz namozlarni uyda o'qish afzal degan. Undan e'tikofni uyda o'tirish afzal deymiz. Bu yuqorqi masalaning dalili ekanda. Qiyas. قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها. Ayol kishining mixda degan yatilg'a yatiqi, yataq uyi yoki qaznaq uyi degandek, shunda uyning ichidagi bir uy deydi. İchki yataq uyda o'qigan namozi uydagi masjidda o'qigandan afzal. Qancha shu erlar ko'rinmaydigan holatda bo'lsa, shu afzal demoqchi. Va salatuha fi masjid baytiha uyning masjidida o'qigan namozi afdalu min salatiha fi sahni dariha. O'ylisda o'qigan namozdan yaxshi. Wa salatuha fi sahni dariha o'ylisda o'qigan namozi afdalu min salatiha fi masjid hayyiha. Mahalladagi masjidda o'qigandan yaxshi. Wa buyutuhunna khayrul lahunna law kunna ya'lamna. Agar ular biladigan bo'lsa, uyda o'qigani ular uchun afzal. قال ولو اعتكفت في المسجد جاز. Masjidda e'tikof turib qolsa joiz. Livujud sharoiti, chunki bu yerda hamma shartlar to'liq bo'lgan. Ro'za tutgan holatda masjid jamoa, al-labs fil masjid bularimiz bor. Va yukrahu lima rawayna. Biz yuqorida rivoyat qilgan hadisga asosan masjidda e'tikof turishi makruh bilan joiz. Ayollarning e'tikof o'tirishi shuni bir shart lazım. Bu bo'lsa agar yatib qolgan ayol bo'lib qolsa, eri bo'lib qolsa, erininki ruxsat lazım. Yani bu mazatda vacib e'tikofdimi, cho'qim erning ruxsati bo'lishi lazım deydi. Nima uchun? Bu oilaning gavdasini qo'llab qilish iborat. Agar erning ruxsati olmay, ijozat olmaylar e'tikofga kirib ketsa, er e'tikofda o'tolmadi dedi. Unumada ruxsat bermadi. Buni qilish lazım. E'tikofdan chiqdi. Yani bu vaziyatda talzam bir shuru'mish. E'tikofmi? Yapil ibodat boshlashdan keyin uni keyin tamomlash lazım. Tamomlamagan chog'da qazosini qilish lazım. An Aisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم farz namozni o'qib bo'lgandan keyin udul kichik chedir deydi. Bir kichik chedirlandi. Shu chedir udul chirkitdi. Masjidda e'tikof turdik deb, hozir qanday qildi? 15 kunga o'tirib, mungdishib, paranglashib, kelgan ketganlar bilan ko'rishib, bizdan paranglashib turib, telefonni mazada ishlatib, manda qildi. Bu e'tikofning ko'zlangan maqsad bundan o'zi chiqmaydi. Bunun ustiga e'tikofdan g'on chedirda uning bashidan bunda o'pchi turishlanma o'zi chiqmaydi. E'tikofdan yolg'iz insonlar bilan aralashmaydi. O'zi xali holatda bunda o'tiradigan bo'lish lazım. Rasululloh farz namozdan keyin udul o'zidan bir kichik chedirga chekdi. Chedirga ketib o'tib, sabasura bil abniya. Qata qurilgan chedirni ko'rdi. Faqala ma hada? Qalu bina'u Aisha va Hafsa va Zaynab. فقال البر أردنا بهذا مشغلان بولا سواب قرشنزان دكان ما أنا بمعتكف اعتكاف قميمة قلت فرجع
qaytib ketdi. Uyga qaytib ketdi. Etkapdan chiqib ketdi. Falamma aftara ke roziyat bo'lgandan keyin undan keyin ya'takafa 10 min Shawwal. Shawwal oyining 10 kunida etkap turtadi. Muttafaqun alayhi hadis. Bu xuddi o'tkazda Hazratning Kalzan Bishro deganlar 10 kunda etkap kirgan va ayollarga qabulab etkapdan chiqibdimi? Chiqayotgan keyin qazosini mumkin qildi. Hem şahada Resulullah'ın üçün açılığına, kapılığına ayollara etkap tutarsa şuna narazı olup etkaptan çıkarttı o. Bir ihtimalda ayollarında bes-beste mamma etkap tutulgan, mamma etkap turganda bula bir xil besleşip taat ibadetde olsun maylitti. Lekin unda bir-birlerine köz-köz qilib, men senden qalamtım degandek bir ish bo'lg'achqa moda dek bo'lib qolishi buni yoqtirmagan. İkincisi budan masa chidib chiqsa masjidninki o'ylisi tariyib jamoat qisilib qoladi, tarchilik qilib qoldi degan. Yoki bir ehtimolda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asl ayolni tashlab uydagi ko'pa yotqanlara sho'dan joydan ko'ngan joylarni tashlab qattiq quruq masjidda o'tiraysa ayollarni tang chiqqan ekan etkap o'tagandek bo'lmaydi. Bu tarafdan o'qigan bo'lishi mumkin. Ayolni etkap o'tirib kesilsa o'ylab Aşinan muaf o'rlashtiralığlar o'ttir. Buni bolalarni tashlab qo'ymayman, etkap o'tirgan kishilar fikr vasi bo'lmaydi. Hatta erini tashlab qo'yib bunda qiz bo'lmaydi. Eri norozi bo'lgan taqdirda etkapdan chiqarib o'tadi. Bu hammasi shu oyni qo'lda qilishi bor. Mushayich bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.